Alisher Navoiy Alisher Navoiyning ijodlari qanaqa ma'lumotlar berasiz? Alisher Navoiyni 585 yillik Alisher Navoiyni Alisher Navoiy asarni yozgan. Yana Qachon tavallud topgan? 9-fevral. demak bugun Alisher Navoiyni kiydi inshaalloh. Bugun Alisher Navoiyning tug'ilgan kunlari. Alisher Navoiyning tug'ilgan kunlari. Alisher Navoiyning tug'ilgan Bugun Hazrat Alisher Navoiyning tug'ilgan kunlari. Necha yilliklarni nishonlamoqchi bilamizmi? 585 yilliklari. Rahmat. Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida qanaqa ma'lumotlarimiz bor? Shu juda zo'r, ajoyib g'azallar, ruboiylar yozganlar. O'shandan qisqa ikki qatorni so'zlarni aytib chiqadim. Rahmat. Küçük birlar hukmini har qilman tarbiya, it bilir, eshak bilir, aslo bilmas olamaydi. Rahmat. Bu Alisher Navoiy qit'alari. Shunday. Rahmat.